Xo'p, endi videomiz ikkinchi qismida megaloblastik anemiya haqida gaplashamiz. Megaloblastik anemiya deganda suyak ko'magi hujayralaridagi DNK sintezini buzilishi bilan bog'liq bo'lgan. DNK sintezi buzilishi natijasida gematopoyez, ya'ni qon hosil bo'lishini buzilishi oqibatida yuzaga keladigan anemiyalar. Ya'ni endi bunda qon hosil bo'lish jarayoni buziladi DNK sintezining buzilishi oqibatida. Natijada morfologik jihatdan o'zgargan yangi hujayralar hosil bo'ladi. Biz mana aplastik anemiyada nima dedik? Suyak ko'magi o'zini faoliyatini bajara olmasdi, yaxshi sintez qila olmasdi. Endi bunda suyak ko'magiga faoliyatini bajaraveradi, lekin shakl jihatdan, o'lcham jihatdan o'zgargan yangi hujayralar paydo bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, normal holatda quyidagi shakldagi eritrotsitlar sintezlansa, megaloblastik anemiyada ko'ryapsiz, shakl jihatdan, hajm jihatdan juda ham katta. Mega degani o'zi katta hajmdagi hujayralar hosil bo'ladi. Endi megaloblastik anemiyani biz aynan o'sha klassifikatsiyamiz bo'yicha yetishmovchilik anemiyalariga kirgizdik. Ya'ni aynan shu vitamin B12 hamda foliy yoki folat kislotasining yetishmovchiligi bilan namoyon bo'ladi bu megaloblastik anemiyalari. Biz endi bular haqida gaplashib o'tamiz. O'zi aslida savol tug'iladi. Organizmda vitamin B12 bilan folat kislotasi qanaqa vazifani bajaradi degan. Vitamin B12 bilan folat kislota DNK tarkibidagi 4 ta asosdan biri bo'lgan timidin degan aminokislota uchun kerak bo'ladi. Timidin sintezi uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun timidin sintezlanmasa, agar mabodo vitamin B12 yoki mana shu folat kislotasining yetishmovchiligi hisobiga timidinda vazifalaridan biri bu DNK sintezini ta'minlash. DNK sintezi buziladi. Endi DNK sintezi biz bilamizki, shu suyak ko'magida hujayralar yetilayotgan davrda yadrosi bo'linishi, yetarli darajada diferensirovka bo'lishi uchun DNKsi normal tuzilishga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Lekin mana ko'ryapsizki, timidin yetishmovchiligi hisobiga aynan shu jarayon, ya'ni yadroning yetilishi hamda hujayrani bo'linishida turli xil kechikish holatlari, to'siq paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun yetarli darajada hujayralar bo'linolmaydi, shakllanolmaydi. Natijada shakl, o'lcham jihatdan, hattoki vazifa jihatdan o'zgargan yangi hujayralar paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Endi biz birinchi o'rinda shu vitamin B12 vitamini deyapmiz ekan, normal metabolizmi, ya'ni u qayerdan kiradi, qanaqa so'riladi, vazifasi nima, qanaqa jarayonlarda ishtirok etadi, shuni biz tahlil qilib olishimiz kerak. Vitamin B12 organizmda ma'lum bir mahsulotlar tarkibida, ya'ni go'sht mahsulotlari, sut mahsulotlari, tuxum, don mahsulotlari tarkibida maxsus oqsillar, ya'ni bog'lovchi oqsillar bilan bog'langan holatda kiradi. Organizm o'zida bu vitamin sintezlanmaydi. O'shuning uchun bemor yoki biz odam organizmi tashqi muhitdan kiradigan vitamin B12 ga muhtojmiz. Endi ortiqcha miqdordagi jigarda depo qilinadi. Bu jigarda depo qilingan vitamin B12 ma'lum bir yillar 5-6 yilga bemalol yetadi. Xo'p, mana endi kunlik ehtiyojimiz 2-3 milligramni tashkil qilar ekan. Xo'p, endi shu vitamin B12 ning yetishmovchiligi ikki xil bo'lishi mumkin. Tug'ma hamda orttirilgan bo'lishi mumkin. Bularni gaplashib o'tamiz. Endi mana vitamin B12 mana oqsillar bilan bog'langan holatda oziq-ovqat tarkibida organizmga tushdi. Kirgandan keyin birinchi o'rinda shu vitamin B12 oshqozonda pepsin ta'sirida, biz bilamiz, pepsin oqsillarni parchalovchi ferment hisoblanadi. Shuning hisobiga shu oshqozonda oziq-ovqatdagi bog'lovchi oqsillardan vitamin B12 ajraladi. Vitamin B12 ajralgandan keyin so'lak tarkibida, ya'ni so'lak bezlaridan ajraluvchi maxsus oqsilimiz bo'ladi. Buni biz gaptokorin deb nomlaymiz. Oshqozonda gaptokorin bilan o'zaro bog'lanadi. Mana ko'ryapsiz. Gaptokorin ajraldi, pepsin ta'sirida oqsil bilan vitamin B12 ajraldi va gaptokorin bilan o'zaro kompleks hosil qildi. Endi bu kompleks keyinchalik 12 barmoqli ichakka o'tadi. 12 barmoqli ichakka o'tgandan keyin oshqozon osti bezidan ajralayotgan proteazalar ta'sirida bu kompleks ajraladi. Mana ko'ryapsiz, gaptokorin alohida, vitamin B12 alohida bo'ldi. Endi ajralgandan keyin oshqozonni maxsus parietal, ya'ni oshqozon tubida shilliq qavatda joylashgan maxsus parietal hujayralarimiz bo'ladi. Bu parietal hujayralardan maxsus Kassel omili ajraladi. Bu Kassel omili mana bu 12 barmoqli ichakda gaptokorin B12 kompleksdan ajralgan vitamin B12 bilan o'zaro bog'lanib kompleks hosil qiladi. Bu kompleks hosil bo'lgandan keyin endi ingichka ichak oxirgi qismlarga borgandan keyin mana ko'ryapsiz, harakat qilib oxirgi qismlarga kelgandan keyin ingichka ichakda enterotsit, ya'ni endoteliy hujayralarda maxsus retseptorlar bo'ladi. Bu retseptorlar kubulin deb nomlaymiz, ya'ni
Kassel omili bilan kumulin o'rtasida bog'liqlik yuzaga keladi. Bog'liqlik yuzaga kelgandan keyin vitamin B12 shu enterotsitlar tarkibiga so'riladi. So'rilgandan keyin mana endotsitoz bilan yutiladi. Ideal hujayralar ichida vitamin B12 maxsus oqsillar bilan bog'lanadi. Ya'ni ularni qon oqimida transportini ta'minlaydigan oqsillar bilan bog'lanadi. Bularning nomini biz transkobalamin deb nomlaymiz. Ya'ni transport vazifasini bajaruvchi transkobalamin oqsili. Transkobalamin o'sha qonga o'tgandan keyin mana jigar venasi orqali, portal vena orqali buni jigarga, tananing boshqa hujayralarga umumiy olganda tez ko'payadigan hujayralar qayerda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni suyak ko'magidagi hamda oshqozon ichak traktidagi hujayralarga yetkazib beriladi. Endi bu asosiy yo'l. Bundan tashqari qo'shimcha alternativ yo'l ham mavjud. 1% holatlarda amalga oshadi. Kassel omiliga bog'liq bo'lmagan holatda to'g'ridan to'g'ri vitamin B12 endotsitlar tarkibiga so'rilishi mumkin bo'ladi. Bu qo'shimcha faktor, ya'ni qo'shimcha so'rilish mexanizmi aynan shu yuqori dozadagi og'iz orqali qabul qilinganda vitamin B12 ni megaloblastik anemiyani davolash uchun bizga imkoniyat beradi. Xo'p, endi vitamin B12 hujayralarga yetkazildi, ya'ni transport qilib yetkazilgandan keyin ikkita asosiy bioximik reaksiyada ishtirok etadi. Birinchisi bu kobalaminda mana metil kobalamin hosil bo'lishini ta'minlaydi. Xo'p, endi metil kobalamin qanaqa vazifa bajaradi? Metil kobalamin hujayra sitoplazmasida gamma sisteinni metianinga aylanishda ishtirok etadi. Mana ko'ryapsiz, mana metil kobalamin birinchi o'rinda mana folik kislotasidan tetragidrofolik kislotasidan, tetragidrofolik kislotasi uridin monofosfatdan timidin monofosfat hosil, ya'ni timidinni hosil bo'lishini ta'minlaydi. Timidin keyinchalik DNKni tuzilishida ishtirok etadi. Xo'p, ikkinchisi bu dezoksiadenazil kobalamin. Bu kofermenti, vitamin B12 ikkinchi koferment. Mitoxondriya deb asosiy vazifa, ya'ni Krebs siklida suktinil CoA hosil bo'lishini ta'minlab beradi. Xullas shu. Endi keyingisi vitamin B12 yetishmovchiligida shu bu reaksiya buziladi, ya'ni metil malonil CoA hosil bo'lishi buziladi. Natijada qon bilan CDda metil malon kislotasi miqdori ortadi. Shu sababli metil malon kislotasini o'lchaymiz. Vitamin B12 yetishmovchiligini folat kislota yetishmovchiligidan farqlash uchun laboratoriya testi sifatida ishlatiladi bu narsa. Xo'p, endi vitamin B12 ni yetishmovchiligi qanday amalga oshishi mumkin? Etiologiyasi qanaqa? Birinchi o'rinda alimentar yuzaga keladi bu jarayon. Ya'ni shu tashqi muhitdan yetarli darajada vitamin B12 kelmaganda, bu asosan yoshi katta bemorlar yoki sun'iy aralashmalar bilan yoki echki suti bilan boqilayotgan bolalarda kuzatiladi. Ikkinchisi, bu normal darajada kelyapti, lekin vitamin B12 so'rilishi buzilganda. Bu jarayon shu Kassel omili sintezi buzilganda, autoimmun gastrit kasalligimiz bor. Autoimmun gastritda oshqozonni shilliq qavati hujayralari zararlanadi. Natijada ularni Kassel omili ishlab chiqarilishi buziladi. Ikkinchisi, ingichka ichak faoliyati buzilgan. Surunkali diareya holatlarida yoki ingichka ichakning katta qismini olib tashlaganimizda, ya'ni rezeksiya qilganimizda ham kuzatilishi mumkin. Yoki jigarda vitamin B12 ni transportini ta'minlaydigan transkobalamin sintezi buzilganda. Yoki jigardagi B12 ni depolanish buzilganda, ya'ni jigar sirrozi paytida jigarda normal hujayralarini aksincha o'sha biriktiruvchi to'qima egallaganda uni depolanishi buziladi. Yoki oxirgi sababi vitamin B12 dan foydalanish ortganda. Homiladorlik paytida vitamin B12 dan foydalanish kuchayib ketadi. Shu holatda yetishmovchilik kuzatilishi mumkin. Endi megaloblastik anemiya patogenezi. Patogenezi aynan shu, ya'ni o'sha vitamin B12 ni turli xil bioximik reaksiyalarda ishtirok etgan kofermentlar, ya'ni metil kobalamin hamda 5 adenazil dezoksiribolaminni yetishmovchiligi bilan bog'liq bo'ladi. Xo'p, metil kobalamin biz aytdikki timidin sintezini ta'minlaydi, ya'ni DNK sintezini ta'minlaydi. DNK sintezi buzilgandan keyin hujayralar yetarli darajada bo'linolmaydi, shakllanolmay qoladi. Natijada eritroblastik tipda, ya'ni gematopoyez eritroblastik tipda megaloblastik tipga o'tib boradi. Samarasiz bo'ladi bu jarayon, samarasiz eritropoyez kuzatiladi, umr ko'rish davomiyligi qisqaradi. Chunki nimaga deydigan bo'lsangiz, eritrotsitlarning shakli kattalashgandan keyin taloqdagi maxsus sinusoid bo'shliqlardan o'tayotganda ularning hajmi kattaligi uchun u sinusoid bo'shliqlar to'planib qoladi. Natijada makrofaglar tomonidan nobud qilinadi. Ya'ni bu yerda
Eritrotsitlarni shaklini yoki hajmini kattalanishi eritrotsitlarga hech qanaqa ustunlik bermaydi. Aksincha, bu eritrotsitlar vazifasini bajara olmaydi. Xo'p, bundan tashqari, biz shu megaloblast hujayralari yadroga ega bo'lgan hujayralar bo'ladi. Chunki aytyapmiz, yadroda bo'linishi uchun vitamin B12 kerak. DNK sintezini ta'minlab beradi. Endi yadro bo'linmagandan keyin megaloblast, ya'ni megalotsit hujayralarda yadro bo'ladi. Endi biz aytganmizki, eritrotsitlarning vazifasi kislorodni tashish edi. Endi megalotitlar bu kislorod tashish vazifasini bajara olmaydi. Chunki shu o'pkani alveolalaridan qabul qilgan eritrotsitni o'zini yadrosi ishlatib yuboradi. Ya'ni o'zi ishlatib yuboradi. Shuning uchun to'qimalarga o'sha kislorodni umuman yetkazib berolmay qoladi. Shunaqa oqibatda. Endi bundan tashqari nafaqat bu shu gematopoyezga, bundan tashqari shu oshqozon shilliq qavatlarida, ya'ni oshqozon ichak traktida ham turli xil asoratlarga olib kelib qo'yishi mumkin bo'ladi. Bu ham shu umumiy olganda nimasi bilan bog'liq deydigan bo'lsangiz, oshqozon ichak epiteliylari ham nimaga o'xshaydi? Ya'ni gematopoyez hujayralariga o'xshab ketadi. Shuning hisobiga ularni bo'linishida ham buzilishlar kuzatiladi. Shuning hisobiga turli xil oshqozon ichak traktida yallig'lanishga doir bo'lgan, ya'ni glosid, stomatit, ezofagit, enterit kabi holatlar yuzaga keladi. Xo'p, bundan tashqari shu 5-dezoksiribolaminni sintezi bu metil malon kislotasini ta'minlab beradi. Metil malon kislotasi yog'lar almashinuvida muhim ahamiyatga ega. Yog'lar almashinuvi buzilganda nerv hujayralarida, nerv tolalarida turli xil toksik bo'lgan kislotalar to'planib qoladi. Natijada shu miyelin hosil bo'lishi buziladi, aksonlar shikastlanishiga olib keladi. Shuning hisobiga orqa miyani, orqa va yon ustlarida degeneratsiyasi, bosh hamda periferik nervlarda, bosh miya periferik nervlarida zararlanishi kuzatilishi mumkin bo'ladi. Hop, endi periferik qonni ko'radigan bo'lsak, megaloblastik anemiyada biz eritrotsitlar miqdori kamayadi, o'z-o'zidan, chunki eritotsit hosil bo'lmayapti, gemoglobin yo'q, rang ko'rsatkichi ortadi, gematokrit ortadi. Gematokrit biz aytganmiz, bu faqat eritrotsitga bog'liq narsa emas. Gematokrit qonni suyuq qismi bilan qonni shakl elementlari bilan bog'liq. Endi nimaga ortyapti? Chunki bunda ham hajm jihatdan ham og'irlik jihatdan hosil bo'layotgan hujayralar ko'p, ya'ni megalotitlar ko'p bo'layotgani uchun nisbiy gematokrit ortadi. Granulotitlar kamayib ketadi. Gigant neutrofillar. Ya'ni bu holatda megaloblastik anemiya, ya'ni B12 yetishmovchiligi nafaqat eritrotsitlarga, balki leykositlar hosil bo'lishida ham o'zgarishlarga olib keladi. Bundan tashqari periferik qonda megaloblast hujayralari, megalotitlarda anizotsitoz, ya'ni shakl jihatdan har xil holatdagi hujayralar, poikilotitoz, o'lcham jihatdan har xil bo'lgan hujayralar hosil bo'lishi mumkin. Bundan tashqari hujayralar tarkibida turli xil patologik tanachalar, Jolli halqasini, kebot tanachalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu joyda rasmda ko'radigan bo'lsangiz, mana vitamin B9-12 yetishmovchiligi hisobiga hujayralar normal bo'linishi kuzatilmaydi, natijada makrositlar paydo bo'ladi. Mana leykositlar buzilishida, ya'ni neutrofillar buzilishida o'zgarishlar mana normal holatda 3 ta yoki 5 ta segmentga ega bo'ladi. Neutrofillar yadrosi megaloblastik anemiyada ham neutrofillar hajm jihatdan o'zgaradi, ham yadrolari gipersegmentatsiyaga uchraydi, ya'ni 6 ta va undan ortiq segmentga ega bo'ladi. Endi klinikasiga keladigan bo'lsak, megaloblastik anemiyaning klinikasi shu qaysi hujayralar zararlanayotganiga bog'liq bo'ladi. Birinchi o'rinda gematologik sindrom. Bu anemiyalar, ya'ni eritrotsitlar sintezi buzilishi hisobiga leykopeniya, dromatocytopeniya kuzatilishi mumkin. Biz aytdikki, eng og'ir asoratlari birinchisi oshqozon ichak traktida yuzaga keladi megaloblastik anemiyada, ikkinchisi markaziy umuman olganda asab tizimida bog'liq bo'ladi. Oshqozon ichak traktida turli xil aytdik o'sha shilliq qavatlarda yallig'lanish, atrofik o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Glosid, stomatit, ezofagit, gastrit, enterit kabi holatlar. Endi asab tizimi bilan bog'liq bo'lgan narsalarga bosh miya hamda periferik nervlarda degeneratsiyasi, funikulyar miyeloz kabi kasalliklar yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Bu megaloblastik anemiya edi.